Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bizda danga o'yini. Danga qanaqa bo'ladi desanglar, men savol beraman, ular javob berasizlar. Faqat dan igga so'zini ishlab ko'rmaslik kerak. Ana bo'lsa ketdi. Danga. Assalomu alaykum opa, siz bilan bitta o'ynamasa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, savob. Danga o'yini so'zni oxirida dan igga so'zini ishlatmasligingiz kerak. Ha, harakat qilaman. Ha, ismingiz nima? Gulfar. Yoshingiz nechida? Biz. Qaydansiz? O'zbekiston. Men misol uchun yaxshi o'qimayman-da maktabda. Eng yomon ko'rgan darsliklarim matematika. Sizlarchi? Oldin tarix bo'lgan o'qiganimda. Yaxshi. Qarang, necha o'qigansiz? To'g'risini aytaman, 4 ga o'qiganman. To'g'ri deb qo'ydingiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Sirajiddin. Qaydansiz? Farg'onada. Qarang, men maktabda sizda yaxshi ikkinchiman. Matematika degan boshqa yo'qman. Sizdachi? Yo'q. Qaysi fanlarni yoqasiz? Matematika. Necha o'qigansiz? 5. 5. Ko'p nimadan tayyorlanadi aka? Sutdan. To'xtanglar, to'xtang. Men tushunmayman. Qo'ydingiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Demak, boshladik. Men to'xtatdim deganimcha siz chalg'aysiz, bo'ptimi? Yoshingiz nechida? 21. O'qiysizmi yoki ishlaysizmi? O'qiyman. Birinchi olingizni kimga bergansiz? Kim? Hech kim. Ha, yaxshi. Demak, salom yo'llasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Bo'ldi, aka, yutkazib qo'yasiz. Men o'yin tugadi demadim. Demak, o'yinimiz davom etadi.